Assalamualaikum hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündə hökumət televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 76-cı növbətlik ümumi yığınının Sharq Turkiston krizisiga bo'lgan parvosizligini ayblashga aloqador bayonotdi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 76-cı növbətlik ümumi yığınının yuqori dərəcəlik ümumi bəs münazirə qismining tunji kuni 21 sentabr boshlandi. Yığında dunyodagi har qaysi davlatlarning rahbarlari o'zlarining davlatlari va butkul insoniyat duch kelayotgan xilma-xil xiristlar haqida so'zladi. Afsuslanarligi bu kuni nutq so'zlagan 34 davlat boshliqlarining ichida faqat Amerika bilan Turkiya prezidentlar ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bilan boshqa Turkiya xalqlar duch kelayotgan izchil qatliam haqida qisqacha to'xtalib o'tdi. 21 asrning 21-yilida izchil qatliamga uchrayotgan bir ulus bo'lish sifati bilan Sharq Turkiston Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 76-cı navbatlik umumiy yig'inining Xitoyning ishg'oliyat ostidagi bu tuproqda olib berilayotgan qatliamga parvosiz qarshini ayblaydi. Bu yilning boshlarida, ya'ni 2021 yil 19 yanvarda Amerika hukumati Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiy millat ommasiga elib berayotgan vahshiylikni rasmiy yo'sinda qatliam deb tanidi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida xalqaro jamiyatga Xitoyning besilingan Sharq Turkistondagi irqiy, etnik va diniy guruhlarni nishon qilganligini ayblashga chaqiriq qilganligiga minnatdorlik bildiramiz. Vaholanki biz Amerika hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qatliam ahdnomasi bo'yicha Xitoyning qatliami va insoniyatga qarshi o'tkazayotgan jinoyatlarining oldini olish va ularni jazolashga qarta konkret harakatining kamligidan bearam bo'lamiz. Mavjud xalqaro qonunlar bilan muassasalardan foydalanish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatini o'z ichiga olgan dunyo jamoatining Xitoyning ishg'oli ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlariga qarta elib berayotgan qatliamga qarshi axloqiy, insonparvarlik va siyosiy burchi bor. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni o'z ichiga olgan dunyo jamoatini xalqaro qonun va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xattiyasining mavjud prinsiplariga binoan o'zlarining insoniyat va inson g'ururiga bo'lgan bu ahdlariga vafo qilib 21 asrdagi eng og'ir insonparvarlik krizida bo'lgan Sharq Turkistonda izchil yuz berayotgan Xitoy qatlami haqida so'zlashga davomli da'vat qilamiz. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlariga Sharq Turkistonning xalqaro jinoiy ishlar sudi orqali Xi Jinpingni o'z ichiga olgan Xitoy amaldorlarining ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi qatliamda o'ynagan rolini darhol tekshirishni talab qilish orqali adolatga erishish tirishchanliklarini qo'llashni chaqiriq qilamiz. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarga xalqaro adolat sudida Xitoyning izchil qatlamiga qarshi parallel delo turg'izishni chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston va uning xalqi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning bu navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida Uyg'urlar haqida qilgan ziyonli nutqini ayblaydi. U so'zida Uyg'urlar bilan birga boshqa Turkiya xalqlar uchrayotgan qatliamni suyuldirish bilan bir vaqtda Xitoyga ularning aqlli haq-huquqlarini o'zining atalmish territoriyalik bir butunligidan iborat saxta ramka ichida yaxshilashni murojaat qildi. Bu xil ziyonli nutq orqali Turkiya hukumati Xitoyning Sharq Turkistonni izchil besib olishi, mustamlika qilishi va uning xalqiga qatliam yurgizishini qo'llaydiganligidan iborat bu signalni ochiq-oshkora tarqatdi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida bema'ni nutq so'zladi. Sharq Turkistonni izchil mustamlikalashtirish, uningda qatliam elib berish va uni besib olishni davomlashtirishiga qaramay, Xi Jinping o'z nutqida Xitoy azaldan hech kimni besib olmadi, ham besib olmaydi yoki hech kimni bo'zaq qilmaydi yoki zo'mgarlik izlamaydi deb bildirdi. Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgan 1949 yil 1-oktyabrdan buyon Xitoy Sharq Turkistonni, Tibetni, Hindistonni va Vyetnamni besib oldi. O'tganki necha 10 yillar mobaynida bo'lib, 21 asr boshlangandan buyon Xitoy kuch ishlatish orqali o'zining zo'ravonlarcha kengayish kampaniyasi bilan shug'ullandi va atrofidagi qo'shni davlatlarni bo'zaq qilib, ularni bo'ysundirishga urinib keldi. Xitoy o'zining bir yo'l bir balvoq tashabbusini ishlatish orqali kuch orqali yer shariviy zo'mgarlik o'rnatishdek yomon niyatlik strategiyasini qo'llanib keldi. Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bilan boshqa Turkiy xalqlarga yurgizayotgan izchil qatlami
Dünya çoğun qırğınçılıqdan keyin şahit bolğan eng mühim əxlaqi, siyasi və insanpərvərlik krizisidir. Xalqara cəmiyyətin muşundaq yuqori dərəcəlik yer şəri münbərdə bu krizisni kəmsindirishi və onunğa pərvasız qarşı əndişilikdir. Bu qatliam və insaniyyətə qarşı ötküzülayotgan başqa cinayətlərni to'sish və cinayətlərni jazolashga bo'lgan muvofiq harakatning kamchiligi Xitoyni və başqa razil hokimiyatlarni jazosiz harakat qilishga ilhomlantirdi. Natijada bu yer shariviy muqimlik, xavfsizlik və Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mavjud bo'lishidagi maqsadga buzg'unchilik qiladi. Prezident Baydenning seshanba kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi nutqidan keyin Kengash palata a'zosi Tom Cotton va Amerikaning sobiq bosh elchisi Nikki Haley Joe Bidenni Amerikaning xalqaradagi e'tiborini va ishonchini ig'ir ziyonga uchratdi. Amerikaning raqiblarining nachar qilmishlarini va duch kelgan xiraslarini aniq tilga olib gavdalantirolmadi deb aybladi. Ba'zi jumhuriyatchilar Bayden Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoy bilan so'g'uq munosabat urushi qilmaydiganligini e'lon qildi dedi. Sobiq Janubiy Karolina valisi Prezident Bayden Amerikaning tahdidlarining va dushmanlarining realligi va jiddiyligiga sal qaradi. Baydenning dushmanlariga qarata tutgan pozitsiyasi sababidan ittifoqdoshlarimiz burunqi hokimiyat mezgilidagi qo'llashida bizga ishonmaydi, tayanmaydi. Bayden Wikileaks-da uxlayotganda do'stlarimiz bizga ishonmaydi, dushmanlarimiz xushal bo'ladi. Beyjingdagi rahbarlar Amerika va Joe Bidenga qarab kulyotidi, chunki Xitoylar necha 10 yillardan beri Amerikaga qarshi so'g'uq urush olib beryotidi. Millionlarcha ishlarimizni o'g'irladi. İlg'or texnika zavodlari va universitetlarimizga singib kirib josuslik qildi. Shundaqla biz bilan raqobatlasha oladigan armiya qurdi dedi. Tayvanga qilgan tajovuzlar qatorliq jinoyatlarni tilga olgandan keyin Baydenning yanada klimat o'zgarishida Xitoy bilan hamkorlashib iqlim o'zgarishini tizginlashni oldingi o'ringa qo'ymoqchi bo'lganligini aytdi. Bizdan avlodlarimizga qoldiradigan eng cho'ng meros hurlik uchun kurash qilish, haqiqatni yeyish bedeliga jon berish bo'ladi. Avlodlarimiz erkinlik va mustaqillik uchun elib berilgan urushlarning quyruqi emas, beshi bo'lishi kerak. Ey Allohning so'yimli qullari, ey vatan tog'larining tangdoshsiz zinnati, hurmatli qo'g'duvchilar. Bu vatan sizlarning. Alloh haqiqat va vatan uchun kurash qilganlarga cho'qim yordam qiladi. Erkinligimiz rəhimsizlik və ziyonkashlikka qarshi to'kilgan qon bilan qo'lga keladi. Musulmonlar qul qilmoqchi bo'lgan zolim hokimiyatlarga qarshi kurash qilish kerak deydi Shayx Shamil. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.